Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi uстановkalarimizni ham yakuniga yetkazdik. Xudo xolasa, mana chiroyligina ramkalarimizni neobitniy oynalar bilan birgalikda o'rnatib berdik. Azizlar, mana bugungi uстановkamizga Beko profillardan 6000 seriya 4 kameralik antrasit ranglardan ramkalarimizni mana Go'zal Kent Akfa jamoasi o'rnatdik. Xudo xolasa, o'zlaringiz baholarni berib, kommentariyalarga fikrlaringizni bildirib o'tingizlar. Ramkalarimiz chestigranik oynalari ham bor. Oynalarimiz juda chiroyli ko'rinadi. Har bitta o'ynangizdagi mana tepalariga podves o'rnatib berganman. Xo'p, bu ramkalaringizdagi ham aka permechkalar juda chiroyli chiqdi. Yonboshga ochiladi. Tepaga qilsangiz aka mana mexanizmdan ochiladi. Azizlar, sizlarga ham shunaqangi sifatli ramkalar kerak bo'lsa, Go'zal Kent Akfaga murojaat qiling. Ishlaringizni sifatli qilib bitirib beramiz. Like va podpiska bosishni unutmang.